Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugun xudo xolasa mana Namangan tumaniga olib kelib o'rnatgan skromniy darvozamizni sizlarga xudo xolasa tushuntirib o'tamiz. Juda ham chiroyli chiqdi darvozamiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar aka-ukalar. Darvozamiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, darvoza izlab yurgan do'stlaringizga videomizni ulashib qo'yasizlar. Darvozamizni eniga 4.10 bo'ldi, bo'yiga 3.70, 1 kvadrat metri 950 ming so'mlik variantda bo'ldi. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi. Holatini ko'rib turibsizlar, tepalarini ham ochib, havo aylanadigan qilib berdik. Holatini ko'ringlar, uyga juda ham chiroyli yarashdi. Xudo xolasa Uchqo'rg'onga olib kelib o'rnatdik buni. Namangan tumani Uchqo'rg'onga. O'rikzor ko'chasi 42-xonadon. Eshigimiz ochilishi 1.10 ochiladi. Stoykalarimiz 10/5 profil bo'ldi. Uchli qalinlikda bo'ldi profillarimiz, stoykalarimiz, profillarimiz 6/4, 1.7 stena, listlarimiz 2lik bo'lgan. Kraskalarimiz ham juda ham chiroyli bo'ldi. Mashina o'tadigan joylari shiveller. Xudo xolasa darvozamizni bor bo'yi 3.50, 3.70 devor balandligida. 3.40 ga ochiladi darvozamiz. Tepasi ham 10/5 bo'lgan, pasti ham 10/5 shiveller. Yollari polni 10/5 profildan uchli qalinlikda bo'ldi. Aka 2 ga zakaz berishgan edi. Uchlik profilda qilib tayyorlab berdik xudo xolasa. Eshiklarimiz 10 qo'lda ochiladi. Zamoklarimiz zubr zamok. Chaspaylarimiz ham qalin chaspaydan bo'lgan. Chaspaylarimiz ham juda ham chiroyli. Choklarimizga bitta baho berib, e'tibor berib ko'rasizlar. Juda ham chiroyli va taniq chiqdi choklarimiz. Zamoklarimiz ochilib yopilishlari hamma yo'g'i xudo xolasa ko'ngildagidek bo'ldi. Egalari qabul qilishib oldi. Bizni ham YouTubedan topishgan. Bilasizlar, juda ko'pchilik Namanganda ham ustalar ko'p. Endi rizqi nasib. Xudo xolasa biz ham tayyorlab olib kelib o'rnatdik mana. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Aka-ukalar voha tomonlarga kelishgan holda tayyorlab beramiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. Narxi 950 ming so'mdan, sababi polni yollari 10/5 profil bo'ldi. Uchli qalinlikda, stoykalarimiz, profillarimiz polni 1.7 bo'lgan. Listlarimiz 2lik bo'lgan. Shunaqangi qilib bergan menga baquvvatroq bo'lsin. Puli ozgina qo'shilsa ham mayli dedi. O'zi asli shu holatiga bo'ladigan bo'lsa, stoykalarimiz 8 bo'lib turib, 1.7 2lik stenkada bo'lib, profillarimiz 1.5 qalinlikda bo'ladigan bo'lsa, 1.4.5, 1.5lik bo'ladigan bo'lsa, listlarimiz 1.8 bo'ladigan bo'lsa, 850 ming, 900 ming olyapmiz. 50 ming so'mdan hech qancha pul qo'shilgan yo'q. 500 ming, 600 ming so'm pul bilan polni darvoza qalin materialga aylanib qolyapti. Bizga xizmatiga boshqasiga qo'shilmaydi. Shu materialni razitsiyasiga qo'shilsa bo'ldi. Aka-ukalar, tushunmaganlar kommentariyga yozsalaring, qolgan kamchiliklarni, tushunmagan joylaringni tushuntirib o'tamiz. Orqa qismi darvozani Moshlari polni 36lik. O'rtalari har doimgidek sentr zamok. Orqa holatini ham ko'ryapsizlar. Silliq va chiroyli chiqqan. Ochilishlari. Mana darvozamiz toshning o'rniga o'rnashdi. Sentrda turibdi, xudo xolasa. Ozgina shabada aylanyapti. Mana holati aka-ukalar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilinglar. 15 kun 20 kun davomida olib borib o'rnatib beramiz. Rezinkalar qo'yganmiz, polni, shumkali, taranglamaydi, xudo xolasa. Xijolat. Mana. Yopildi darvoza. Xudo xolasa listlarimiz hammasi yetilgan material qo'yilgan. Shunkaga o'xshab chiqadi, o'zi bir qavatli 2lik list bo'lgani uchun shunkaga o'xshab chiqqan. Ko'ryapsizlar-a? Daranglashini. Ochilib yopilganda darang-durung qilmaydi. Hamma yo'g'i cho'tki. Xudo xolasa like bosib qo'yasizlar aka-ukalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.